O'rtoqlar bilasizlar, hozirgi holatda juda ko'p yosh bolalar kattalarga qaraganda telefonga ruju qo'ygan, ya'ni 0 yoshdan 8 yoshgacha. U yoq ham agar ota-onasi qarshilik qilsa, telefonni qo'yadi, qilmasa dalishga ketadi. O'shaning uchun men ularga, ya'ni yosh bolalarga va ota-onasiga men kichik-kichik ertaklarni, ya'ni uchida ertak va oddiy ertak kitoblarni tavsiya bermoqchiman. U kitoblar juda narxi arzon va o'zi sifatli. Yana qanaqa bo'ladi? Ota-onalar yosh bolalarga telefondan ko'ra kuniga 20-30 minut o'sha kitobni prosta o'qib beradi, ochib beradi va o'zini qo'liga topshirib qo'yadi. U bola uni yirtadimi, qiziqadimi, farqi yo'q. Shunchaki topshirib qo'yiladi 20-30 minut o'qigandan keyin. Va men bu kitoblarni hozir sizlarga aytmoqchiman. Hozirgi holatda sotilishi bo'yicha yaxshi ketayotgan va ancha foyda beradigan, yosh bolani o'ziga jalb qiladigan kitob, ertak kitob. Rasmi ko'p, yozuvi unchalik ko'p emas, lekin rasmi ko'p. Ya'ni yosh bola uchun ayni muddao. Buni har xili bor. Men atayin shriftga qiziqdim, shuni oldim va 3D shakli ertak. Bu ham o'ta qiziqarli, narxi ham juda qulay. Albatta bizning do'konda bor. Narxi juda qulay. Buni har xil bor. Bu kitobni ham va bu kitobni ham juda har xili bor. Ko'p, assortimenti ko'p va shunga o'xshagan kitoblar ham bor. Ya'ni ertak kitoblar ham bor. 3 ta tilda, ya'ni o'zbek tilida, rus tilida, ingliz tilida hammasi bitta jamlangan, alohida bo'lib chiqqani hammasi bor. Men nima demoqchiman? Asosiy maqsad sotish emas. Prosta men ko'rayapman, hattoki mana qarindoshlarim ham o'sha telefonga ruju qo'yganda, lekin ota-onasi berib qo'yadi telefonni, jim bo'lsin deb. Men shu kitobni olib qiziqtiring. 20 ming, 30 ming bo'ldi. Boshqa narsa yo'q.